Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti logopediya yo'nalishi Umar va Mahliyo bo'laman. Bugungi mavzuimiz bugungi fanimiz rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar reabilitatsiya fanidan. Mavzum esa nutqda kamchiliklar diagnostikasi, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq kamchiliklar diagnostikasi fanidan. Ushbu taxlagan taqdimotimning maqsadi o'sha nutqda rivojlanishni aniqlash, erta diagnostika usullari va amaliy yo'llar orqali bolalarga samarali yordam ko'rsatish yo'nalishlarini bayon qiladi. Nutqda kamchilik, nutq rivojlanishi normalari va og'ishlar. Bolaning nutq rivojlanish bosqichlari tug'ilgandan to 6 yoshgacha, 6-12 yoshgacha ilk so'zlarni ayta boshlaydi. 1 yoshdan 2 yosh oralig'ida bir nechta so'zlar, iboralarni aytadi. 2 yosh, 3 yosh, 4 yoshlarda esa gap qurilish kabi holatlar kuzatiladi. Normadan og'ishlar, kechikish, cheklangan so'z boyligi yoki tushunchada qiyinchiliklar kabi holatlar kuzatiladi. Erta og'ishlar ham doim patologiya emas, bu kontekst va fonetik yosh mezonlari hisobga olinadi. Nutq buzilishlarining asosiy turlari va sabablari: artikulyasion buzilishlar, tovushlarni talaffuz qilishdagi xatolar, fonematik buzilishlar, tovush tizim qoidalarini noto'g'ri qo'llash, til tushunish yoki ifoda etishning zaifligi holatlari kuzatiladi. Tovush yoki so'z takrorlanishi, to'xtab qolishlar. Organik sabablar esa eshitish nuqsonlari, nevrologik kasalliklar, rivojlanish kasalliklari kabi holatlar kuzatiladi. Erta diagnostika ahamiyati: bunda nima uchun va qanday qilib kabi savollarni berish orqali namoyon bo'ladi. Erta aniqlash ta'lim va ijtimoiy integratsiya imkoniyatini yaxshilaydi. Vaqtida yordam, til va ijtimoiy ko'nikmalarning to'g'ri rivojlanishi, maktabga moslashuv, oilaviy stressni kamaytirish, bosqichlarni kuzatish, tezkor skrining va to'liq baholash rejalari tuzib boriladi. Bunda kecha diagnostika kechikish chuqurlashadi. Erta harakat muhim hisoblanadi. Diagnostika usullarini kuzatish, test va asboblar yordamida tekshirish holatlari ham kuzatilib turadi.